Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Bugun yakshanba kuniga Jahon bozoridan video obzorimizni boshladik. Sizlarga komod sandiqlarni video obzorini qo'ldan kelgancha yoritib beramiz. Kanalimizga yangi bo'lsangiz obuna bo'lib, podpiska tugmasini bosib qo'yishingizni so'raymiz. Sizlarga video qo'yganimizda xabari borib turadi. Kichkina mehnatimizni qadrlab, qo'ldan kelgancha like tugmasini bosib, kommentariyaga o'z fikringizni qoldiringlar. Siz akamiz bilan video obzorimizni boshladik. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Sizingiz aka? Ahmad. Aka, ishlarimizni bir chekkadan aka narx-navosini, dastavkasi, qanaqa materiali qanaqa ishlarni tushuntirib berasiz. Materiallari MDF material. Tepatay betlari. Bu sonliqni bolasi bu. Magnitli ekani? Magnitli. Magnitli kaliti bor. Ikkita bola chaqa bo'lyapti, bitta onasi. Uchta ekanda, komplektida. Qaydi akrilli, beti akril. Beti akrilli. Qimmatrog'imi? Sal MDFdan qimmatroq. Xizmati lekin bir xil. Xizmati bir xil, kачествосida akril kuchliroq yuradi. Xo'p, ko'rishinglar mumkin. Mogullarimiz bilasizmi aka? Quyma. Quyma. Ularning materiali MDF ishlangan. Chiqlarni ko'rishinglar mumkin. Aka buni narxi qanaqa aka? Uchovsini komplektda. Uchosi 2 million 200 ming so'm. Dastavkasi qanaqa aka? Andijon bo'ylab shahar ichi dastavka qilib beramiz. Shahar ichi dastavka qilib beramiz. Pastdagisi-chi aka? Pasti 2,5 million dastavka qilib beramiz shahar ichi. Unisi akril aka. Akril ya. Ayollarni ham ko'rishinglar mumkin. Kачествоdan kromkalari ham sovuq apparatda bosilgan. Kromkalar. Unchaga ketmaydigan, ko'chmaydigan kromka. Kraskalariga nomi qanaqa buni? Shampan kraska, Shampan. Shampan. Xo'p aka. Bularimiz-chi aka? Bulari shu pastda akrilli sherigi, молочный цвет, bu pudraligi. Pastdagi seriyasi. Bu tomonda high-techlar bor. Bunisini aka narxini aytib o'tgansiz. Narxi 2,5 million so'mdan akrillar. Ikkovsi ham 2,5. Dastavkasi Andijon shahar ichi. Shahar ichi bo'ylab. Bu tomonda bor. High-tech fasonda ishlangan. High-tech fasonda mumkin. Ayta kачество. Bu komplekt yo'q, donalikmi aka bular? Komplekt shu 3 talik. Bular narxi qanaqa? Bu 2 million so'mdan. Mana uchovsi komplekt 2 million so'm. 3 talik mana pastda. Keyin bunisi mana. Bular aka razmerini ham aytib o'tgansiz yaxshi bo'lardi. Razmerlari bular 3 metrli uylarga tushadi. Uchoqsi. Bu kichkinamiz nechiga nechi? 86 ga 51. Kattasi-chi? 116 ga 51. Raylarda mebelnilarlar. Patinka qo'yadiganlari bu. Patinka qo'yadiganlarimiz. Kачествоsi shu sonliqlariga tushadi bir. MDF materialni. Kelari. Tashqarilardan ham ko'ramiz. Bagati ishlangan. Razmeri katta bular. Razmeri katta. O'rtasida polkasi bor. Oyoqsiz yerdan boshlanadigan. Patinkalari ham 3 qavat qilingan. Ustunchalar ishlangan. Tepatlariga juda go'zal. Buni rangi qanaqa rangda? Bunisi shampan svetli ham. Mramorga shampan. Gold, pastdagi dub salonmasi. Bunimiz narxi qanaqa aka? 2,5 million so'm uchtasi. 2,5 million so'm Andijon shahar ichi dastavka bekor. Xo'p aka, bo'lmasa men nomerlarimizni ham aytib o'tamiz. 91lik 161 161 0770 95lik 102 8818 8818. Mana shu nomeriga pastda nomerlarni qoldiramiz. Yozib Telegramdan yozib telefon qilishinglar mumkin bemalol.
Kanalimizga obuna bo'lib, o'z fikringizni kommentariyaga yozib qoldiringlar. Yana sizlarga qanaqa mebel chiqarishimizni yozib qoldirsanglar, sizlarga qo'ldan kelgancha videolarni yoritib beramiz. Keyingi videolarda ko'rishguncha salomat bo'linglar.